Папочка, привет! Я пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька, ой, чачанян смешно bilan o'ynayman, skalka chaladi. Voy. Ana, Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Нет, вот так. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshda mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Stilist ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday krasivaya qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir mana. Hay to'xtang, Hamsiya urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jiyli qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy o'zingizdan aylanning, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Hamsiya, nerist qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, yadamoy. Mayli, paka. Onangimga. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Amaki, ochiradilar. Nimaga o'chirat bilan? Tinchlik? Shu yerda o'g'li stressku. Bular sochini taqatmoqqa kelmiş. Qo'ymay turib to'yima. O'z o'yima. Asalim, ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangimga. Hamza, o'g'lim siz tarafga qarab qochyapti. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman hozir buni? Men nima qilay? Qo'ying, urmang. Buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi Hamsiya. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Ne o'qiyapti? Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q, So'kdimi? yo'q. Ha, nima qildi? Hech qilgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Bitina, to'xtang, hali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsiya. Bachangizni kallasiga tepsa maylimi? Teping. Karilzot yo'q menda bitta yana. Папочка, o'rtog'im olib keldim. Привет. Onangimga. Привет. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Bu ham stilistmi? Yo'q, kosmetologman. Atalik deymi? Kosmetolog deydi-ku. Hamsiya, iltimos bitta o'ring, xoddi. Yo'q, to'xtang qani. Hozir sharoitga qaraymiz. Qaymi? Kosmetolog nima degani u? Yuring, ko'rsatib beraman. Shu holatda 20 daqiqa tursin. Xo'p, umuman qimirlamang. Hamza, ishlovda rasvo bo'lmasak bo'ldi-da. Kosmetolog degan shu ekanda. Bilmayman, yuzimdan davlat yopishtirib ketdi-ku. Qo'shiq aytamizmi? Qaysini? Shahlo Ahmedova, qani? Ha? XYZ. Gaping uzun dejaysen. Vikri. Hamsiya, bunga qarang. Yo'q, onangimga. Endi urmasak bo'lmaydi Hamsiya. Qaysini urasiz? Men kosmetologim. Stilist bilan o'zim shug'ullanaman. Kosmetolog. Badaningdagi yunging qani? Depilyatsiya qildirdim. Kultivasiya qildim deydimi? Soling. Men qizil bayroqman. Adam meni urushiga qarshiman. Bo'ldi. Men urmayman san bacham. Mana Hamza uradi. Hamza soling. Bo'ldi, tamam. Men yashil bayroqman. Men faqat Hamsiya bachasini uraman, ke. Vallahi hammaga salom, sizlar bilan Zokirjalar. Tushunmadim, ada, nima bo'lyapti jala? Men ham seni ko'rdiryapsiz. Siz nima qo'lingiz qisganmi? Men tushunmadim jala. U yutmisha qattiq Hamza. Yana bitta urayman Hamsiya. Uringan o'ziga qaysi? Endi o'ziga kelganda? Ha, keladi. Assalomu alaykum O'zbekiston, yaqinlarim, birodarlarim. Men ko'targan
ekanman. Nima qildingiz buni? Saturn boyligi bu. Bilmayman. Manueldan ko'tarilgan. Hay bacham. Jang beringlar menga. Hamsa. Jangarimanman. Endi bo'lgandir. Я импортный бомж тохрака. Yemi? Enana fot mi enana fa. Ftüm. Dance. Eşkimi kalbimde bilmezdim garibeyler felek her ne Yana urayım hamsi. Yo, bu safar o'zim urayamsa, mani bacham-ku. Balkim to'g'rilanar. Ha, sinab ko'ring, davay. Keyin bacham. Agi ishqi tu boshi Ada nima bo'ldi hozir? Ana, qaytdi sochidan aylanay. Ha, stilist bo'lsa ham o'zimiz. Yaxshi. Ke bacham. ne